Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Sizler bilen yana yüz görüşüp turvatımız. Sizler bilen birga bolgan bu yarım saat 40 minut etrafıdaki bu fırsat mening hayatımның en baxtli çağları hesaplandı. En tatqıva çağları hesaplandı. Sizler bilen birga boluş meni o kadar xushal qiladi. Ko'rayotganinglardek bugungi temamiz bir Xitoyparastning ko'zida. Sharq Turkiston va Sharq Turkiston mustaqillik. Bu Xitoyparastning kimligi balki ko'ngillarga ayon bo'lib bo'ldi, chunki bu yaqinqi mezgillarda bir necha kundan beri eng avat olgan bir tema bo'lib qoldi bu. Şuna onu hemmenla tanıyırgan bulap kettinler. Aldı bilen men bu fırsattan paydalanıp bir kıstırma kılıp olay. 5 iyul Ürümçi katliamı hakkında əslime hatırı yazıp evatayotgan qarindaşlarga rahmet aytish bilan birga şunu taqlab qo'yay deyman. Vaqalarni eng inchki detallargacha yozgandan boshqa vaqaga aloqador shaxslarning kayfiyati, shu chaqdagi kayfiyati, ruhiy holati qatorliqlarni inchkiroq yozsanglar, andan ko'rguninglarni yozgandan keyin anlaganinglarni yozish bilan qolmay, yana shular haqidagi qiyos, faraz, mulohizanglarni qo'shib qo'ysanglar bek yaxshi bo'ladi. Yazganlar ve yazıvatganlarga yana bir qatim rahmet. Endi tema keleyle yaqinda Amerikaning tashqi ishlar siyosati nomli to'r betida muhojiratdagi Uyg'ur yozuvchisi degan sifat bilan Yexan taxallus qo'llangan birisining mustaqillik talabi payda keltirmasligi mumkin mavzuliq maqolasi e'lon qilingan bo'lib, bu maqola e'lon qilingan hamon biz Sharq Turkiston surgundi hukumati bo'lish sifatimiz bilan buningga qarshi raddiya yozishni o'rinlashtirdik va bu raddiyani o'xshash matbuotga berdigan bo'ldik. Reddiye ikinci günüyle teyya kılınan bolsumu tashqi siyosat tarafidan, yani şu matbuot tarafidan bu kadar uzak kechiktirildi. Bu jarayonda Uyg'oq xalqimiz ichidagi bir nechaylar Uyg'urcha bolsumu raddiya beribdi. Aslida bu fikr yaqimi, yani şu Xitoyning yavusi isimli kişinin fikri akımı. Belki yenilikme emas buluşluğu bilen hayran qalğıçlığım yok idi. Çünkü bunu bizning o'tirda isimleri meşhur bo'lgan da'vochilardan anglayotgan gaplar. Biroq bu maqolaning davlat odamlari siyosiy yo'llar tarafidan o'qiladigan bir matbuotda. Yani inovatlik bir matbuotda e'lon qilinishi sal qaraladigan masala emas. Agar raddiya yozilmasa, go'yo bu qarash haqiqatan Sharq Turkistonliklarning ko'pchilik tarafidan qabul ko'rilgan bir qarashdek idrok, tunish tug'dirib qo'yishi mumkin. Mana shu sababdan, mana shuning uchun raddiya berishni ta'xirsiz deb qaragan edik. Tabiiyki maqola inglizcha yozilgan taxallus g'alati. Xitoyning yavusi. Ras Uyg'urmi emasmi bilishning imkoni yo'q. Aşı vaqtning o'zida. Hozir bilinib bo'ldi, hammalar ko'rdinglar. O
İlham Isak ismlik bir Xitoyning yovisi ekan. Agar u Uyg'ur bo'lgan taqdirda hamda shu biz bilmagan vaziyatga asosan faraz qilyapmiz buni. Agar u Uyg'ur bo'lgan taqdirda ikki ayrilmaslik mafkurasi bilan qayta shakllantirilgan Xitoydan ayrilib yashag'ili bo'lmaydiganligiga ishontirilib, shu bo'yicha programmalangan munofiq tipidagi Uyg'urdir. Erkin dunyoda turibmi ismini oshkora yozolmasligi bu gumonlarimizni kuchlantirdi. Gerçi bu shaxs maqolasida mustaqillik talabini ko'p sonliqning arzusi emas degan bo'lishib qaramay, o'zidek Xitoydan ayrilmaydiganlarning ko'p sonliq ekanligiga ishonadigan bo'lishib qaramay, la'natga uchraydiganligini mubdan bilgachga ismini oshkora yozolmagan. Agar uning degandek ayrilmaslik tarafdorlari ko'p sonliq bo'lsaydi, qarashlarini o'z ismi bilan oshkora jakolay olgan bo'ladi. Minglarcha afsuski, bugungi kunda sarsoniylikdagi Uyg'ur ziyolilarining ko'p sonliqi her doktorlar, professorlar, olimlar, yozarlar, sizarlar. Mana bu noma'lum shaxs bilan o'xshib ketadigan fikrda. Bularning uchun mustaqillik talabi foyda keltirmaydi. Biz ularning har birisiga raddiya berib o'tamidik bugungacha, uningga xalqimiz o'zining inkaslarida qarshilik ko'rsatib kelyapti. Endi maqolada diqqatimni tortgan ba'zi nuqtalar haqida to'xtalaman. Qarindoshlarga deb qo'yay, men bu videoni Facebook'ga qo'ygan yerimda maqolaning asli e'lon qilingan ulanishini va raddiya maqolaning ulanishini u yerga qo'yib qo'yaman. YouTube'da ostidagi inkas yozilgan yerga yozib qo'yaman. Ko'rmaganlar aşağıdan her ikkisini ko'rib baqsa bo'ladi. Bu maqola Uyg'urchaga tarjima qilindi. Uni mu qo'yib qo'yishim mumkin va balki inkas ko'znikiga agar uygun bo'lsa u yerga qo'yaman. U yerga uzun kep qilib qabul qilinmasa ayrim tema sifatida qo'yib qo'yaman. Bu maqolada shu Xitoyning yovisi yozgan maqolada nuqtai nazar maqola talabi bo'yicha aniq va keskin bayon qilinmagan. Bir xil danqanfti yoki qirlari bo'lmagan yumaloq shakl tuyg'usi beradigan bo'lib, bu aniqsizlikdanmi avtorning ikkilanishlarini his qilg'ili bo'ladi. Buningdan uning raslida bir Uyg'ur ekanligi anglashiladi. Chunki u qilayotganining milliy munofiqligini his qila oladigan bo'lg'achqa, vijdon azobi chekayotgani hijolatdan tug'ilgan aniqsiz g'udrashlardan bilinadi. Şu cümle aldı bilen diqqatimni çekti. Men maqoladagi rad tartib bo'yicha to'xtalyapman. Qarindoshlar, bu agar selishtirib ko'radiganlar bo'lsa, qulaylik bo'lsin uchun irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish hikoyalardagi Uyg'ur mustaqillik harakatining hukmronlik o'rni Uyg'urlar jamiyati ichidagi siyosiy yo'nalishning ko'p xilligini va inchki nuqtalarini to'g'ri aks ettirmaydi. Bu ne kadar? O halde avtonomiya yoki o'z taqdirini o'zi belgilashdan iborat bugungicha chegarasi aniqlanmagan ot bilan elib berilsa, bu inchki nuqtalar to'g'ri aks ettiriladimi? Qaysanlar bu qarashga qo'shilsizlar? Qo'shildiganlar albatta ko'p, ammo buning bir turlik munofiqlik ekanligi ko'ngillarga tayin bo'lganidan hech qaysi oshkora holda o'tirib chiqolmaydi. Bu mazmun haqida davomli to'xtalamiz. Aldı bilan yana bir naqlni ko'raylik. Ba'zi mustaqillik faoliyatchilari aqlsizlikdan Jungoda yuz berayotgan ishlarning haqiqiy va ofat xarakterli ishlar ekanligidan iborat kishilarni osonlik ayil qila oladigan oddiy bir ishni mustaqillik shuarlari bilan, bu tirnoq ichidagi izoh bu. Oddiy bir ishni murakkablashtiryotdi. Qanday qilib murakkablashtirib o'tibdimiz? Mustaqillik shuarlari bilan.
Bu aqlliq aptur Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarning ofat xarakterli ishlar ekanligini e'tirof qiladi-yu, ammo mustaqillik shuvarini yanada xatoga chiqaradi. U holda sen degan bu ofatdan qanday qilgan qutulg'uli bo'ladi? Ofatning manbasi kim? Ofatning manbasi bilan birlikda turib, yana bu ofatdan qanday qutulg'uli bo'ladi? Yanada tog' ustida o'ltirgan bo'lsang, bo'ladigan ofatdan qanday qutulasan? Yanartağdan ayrılmay turib qutulg'uli bo'ladigan qanday dana tadbirlaring bor? Bularni aniqsiz. Faraz qilganimizdek yoki farazlarimizni tasdiqlab bu shaxs o'zini chet elliklarga tunishtirganda junguliq deb tunishtirganligini e'tirof qiladi. Ya'ni burunlarda deydi, o'zini junguliq deb tunishtirgan vaqtida bu fiziologik qurilmasi junguliqlar, ya'ni Xitoylarga o'xshamaganligi uchun qarshi tarafning hayronliklarini ketkizishga to'g'ri keladigan bir sürü izohat, tushuntirishlarni qilishga majbur bo'lgan ekanmish. Ya'ni men junguliq, ammo Xitoy emas. Junguliq Xitoyning g'arbiy tarafidagi palonini mandaq deb bir mo'cha aniqlik berishga majbur bo'lar ekanmish. Bugungi kelganda hammadan tushunadigan bo'libdimish hamda izohat berishga to'g'ri kelmaydigan bo'libdimish. Bunda bir osonlikning tug'ilishini yanada mustaqillik shuvarlari bilan faoliyat qilayotganlarning hareketining ta'siridan deb e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Bir junguliq Sharq Turkiston masalasida albatta junguliqlarning tarixdan kelayotgan tutumini menimsigan bo'ladi. O holda uning yozganlarini bir junguliqning, ya'ni Xitoyning yozg'ini desak to'g'ri bo'ladimi yo'q? Albatta to'g'ri bo'ladi. Mustaqillik Uyg'urlarning mutlaq ko'pchiligi haqiqiy talab qiladigan narsa emas deb yozadi bu odam. Bu jumla bizga bekma tanishliq. Büyük da'vogarlarimizdan biri bo'lmish Nuriy Turkelmi xalq nomidan mustaqillik talab qilmaydiganligimizni demaganmidi? Shundaqmi qurultaychilarning yillardan beri tirishib qilayotgan büyük xizmatlardan biri dünya jamoatchiligiga Sharq Turkistonliklarning mustaqillik talab qilmaydiganligi, barobarlik, erkinlik, demokratiya talab qildiganligi emasmidi? Shug'ulisi tuvandagi naqlda qarash uning avtonomiyani ortiq ko'rdigan Xitoylardekla ajoyib qarashi borligini o'tirib qo'ydi. Bu Xitoyning yovisi shunday deydiki, Xinjiangga o'xshash ko'p millatlik rayondagi har qanday bir etnik guruhga yakka huquq berishning mohiyatda irqchilik ekanligi. Ya'ni u demakchiki, agar Ilhom To'xta talab qilgan haqiqiy avtonomiya bo'lgan taqdirda bu ofat bo'ladi. Uyg'ur bo'lmagan boshqa asonliklarga nisbatan irqchilik bo'lib qoladi deydi. Buning uchun olganda mushu saxta avtonomiyani ortiq bizga. Ayni o'tmishdagi Xitoylarga o'xshash. Bugungi Xitoylarga o'xshashda bu saxta avtonomiya oldingi videolarimizda deb o'tganimizdek Sovet ittifoqining ta'siridan bo'lib qolgan. Bo'lmasa Xitoylar dal mana shu qarashda. Buni ortiq biz uchun. Xitoylar bizga iltifot qilgan haliq ajoyib avtonomiyani xato bo'lib, bu diyor ko'p millat yashaydigan diyor bo'lganligi uchun bir Uyg'urning ismini atab, uning uchun avtonomiya qilib qo'ysa, irqchilik bo'lib qoladi ekan. Demak, Go'mindan davridagidek hech qanday alohida farq baxsh etmayla o'lka deyish kerak ekan. Naql mustaqilchilar Xinjiangga bergan Sharq Turkiston degan ism vatandagi ko'p sonli kishilar orasida hech qanday ahamiyatli tunishga erisha olmaydi.
keskin hüküm kılıdı. Bu üzünün hiyalini bütün Şarkı Türkistan halkı arasında köp sallıkның karşı süftüde keskin hüküm bilen hulaslaydı. Endi bu nakılda biri köpçülüknün namıdın bunda bir hükümni kılışı hata olgan bolsa, yana biri mustaqilchilar tarafidan berilgan Şarkı Türkistan degan isim degan bu sözdimi yana bir hata var. Bunu bugünkü yoki o'tmishdagi mustaqilchilar bergan ismmi yoki bu tarixdan kelayotgan bir coğrafiyalik isim ve tarihi isim. Bunu davamlık muhakeme kılımız. Bu nakılda bir qancha chalangishlikni bayqaymiz. Biri Xitoy qo'ygan isim. U hech tapta etmasdan Xitoy qo'ygan isimni ishiltyapti. Bu isimni bemalol, xuddi Allohning yaratishi bilan bir vaqtda shu ism bilan oxirida bo'lgandek qabul qilishi bo'lib, Xitoy bo'lmagan, Xitoylarning bo'lmagan bir zaminning ismining Xitoycha bo'lishini qabul qila oladi-yu, ammo Sharq Turkiston degan tabiiy coğrafiyalik isimni, tarixiy isimni, siyosiy isimni qabul qila olmaydi. Ondan o'zining bu qarashini Sharq Turkistonlikning zo'r ko'pchiligi nomidan jakalaydi. Biz Sharq Turkiston degan bu ismning dunyo tarafidan tanilgan bir ism ekanligi, Xitoylarning bu ismni yo'qotish, bu ismni insonlarning qalbidan tamoman o'chirib tashlash uchun ilib borgan siyosiy kurashlar haqida yana to'xtalamiz tuvanda. Hilal ay ve uçluk yıldız bilen lapildep turilgan kök bayrakni ko'rish o'ttiz uch o'ttiz to'rtinchi yillarni ait qisqa muddat ömür ko'rgan Uyg'ur davlatining davlat bayrog'i, ya'ni manga o'xshash nurg'un kishilarda hech qanday hissiyot qo'zg'atolmaydi. Ammo bu to'g'ri. Sana o'xshash kishilarda hissiyot qo'zg'atolmaydi. Ama biz kök bayrağımızın asmanda lapildişini ko'rgan vaqtimizda her kaçan hayacanlarımız, her kaçan bedellerimiz kızıydı. O yana davam kılıp şunda deydi. Nima uchun hech qanday hissiyot qo'zg'atolmaydi ekan? Chunki u biz shakllantirgan tahrirlik Uyg'ur salohiyatimiz bilan munosabatsiz. Bu naqldagi mazmunlarni qayta o'yinib ko'rishinglarni tavsiya qilaman qarindoshlar. Oldi bilan u davlat bayrog'imizni masxirlik bir talaffuz bilan inkor qiladi. Ondan bu inkorchilikni kengaytirishga butun millatga tavba qilishga tirishib, Uyg'ur degan tahrirlik nom biz shakllantirgan deydi xona. Ya'ni Xitoylar shakllantirgan. Abtonom rayon degan u ajoyib avtonomiyaga qetish orqali shakllantirgan, muqimlashtirilgan tahrirlik nom bilan munosabatsiz deb jakalaydi. Ya'ni bu Xitoyparastning ayni vaqtda yana bir Uyg'urcha ekanligini ko'ramiz. Bunun diqqatga sazovor taraflari shunchalik ko'pki, muloyiza mutolaalarimizni qanchalik kengaytsak yetarli bo'lmaydi. Ya'ni bu bir Uyg'urcha ekan, ham Xitoyparast ekan. Xuddi Xitoylardek Sharq Turkiston degan ismni yomon ko'radigan bo'lma, Uyg'ur deganni uning o'rniga dasitishga tirishar ekan. Yani devlet bayrağımızın Uygurlarga alakası yokmuş. Uygurga vekillik kılmaydı o yani. Bununla nime deysizler qarindoshlar? Bu kadar nomussuz iddianı kabul kıldıqallar üzerlerini aşkar diye alamsızlar. Kaçandan beri Uygur sen? Eğer Abdullah Ro'zibaqiyev şu çağda, yani 20. yıllarının 5'ida Qarılık deganni isim qilib tanlagan bo'lsa qanday bo'ladi?
yoki yog'ma deganni tanlagan bo'lsa, yoki o'g'iz deganni tanlagan bo'lsa, qanday bo'ladi? O'xshashli faxrlik nom bo'laveradi. Vatanimizning ismi bo'lgan Sharq Turkistonning muhimligi, tarixiyligi, cho'nqurligi shu yerdaki, shu sanalgan Türk qabilalarining hammasini o'z ichiga ola oladi, hammasiga onalik qila oladi. Ammo Uyg'ur degan bu ism shu yuqorida biz sanab o'tgan Qarluq, Çingil, Basma, Yağma, Oğuz şunlarning qatoridagi bir ism Uyg'ur. 20 yillarning beshida agar Abdulla Ro'zibaqiyev xohlagan boshqa birisini qo'ygan bo'lsa, biz bugun shunga ko'nab qolgan va uni biz millatimizning ismi deb bilgan bo'lardik va bu haqda talashib qanulashib ketadi hatta. Yaxshi Oğuz emas Uyg'ur degan odam bilan bo'shatdi. Shunday ish bu. Kunga yomonmi, ko'yga yomon. Kunib qolgan taxmi yomon. Endi bu Xitoyning yovusi yana shunday deydi. Baxtga yarasha deydi bu. Sharq Turkiston islom harakati degan aloqa Pokistonda bormish deyiladigan partiyaning yordamida, ko'dolmaning yordamini Xitoy doiralari qattiq shikoyat qilgan qisqa muddatli terrorlik tashkiloti Dongtu, ya'ni Sharq Turkiston faqat bu tashkilotning ismi deb tushuniladigan bo'ldi va jug'rafiylik atalg'i bo'lishdan chiqdi. Uni qo'shiladi bu. Sharq Turkiston degan birla dunyo insonlar tarafidan terrorlik tashkilot deb idrok qilinishga boshlagan Sharq Turkiston islom harakatini ko'z oldiga keltiradigan bir ismga aylanib qoldi. Yaxshiki jug'rafiylik atalg'i bo'lishdan chiqdi deb uning qo'shildi. Bu jumlani qanday tushunasiz qarindoshlar? Baxtga yarasha deb boshlanganligiga diqqat qilinglar, qarindoshlar. Xitoy taraflar uchun va Uyg'urchilar uchun yaxshi bo'ldi demak uchun. Shundaqmi? Baxtga yarasha Sharq Turkiston degan bu ism bir mahal terrorchi qalpiq kiydirilgan Sharq Turkiston islom harakatining ismida ko'rilib, terrorchilik bilan bog'lanib qolgani yaxshi bo'ldi. Yaxshiki endi jug'rafiylik nom bo'lishdan chiqdi deb xursandchilikni yushira olmay qoladi. Buningda bu mal'un xoin bir nuqtani tasodifiy e'tirof qiladi. E'tirof qiladi-ki, Sharq Turkiston aslida jug'rafiylik atalg'i edi. Endi u islom harakati bilan bog'lanib qoldi deydi. Demak, dunyoning nazarida bu Sharq Turkiston degan ism eng bo'lmagandimi bir jug'rafiylik atalg'i. Bir rayonning jug'rafiylik ismi. Undaqda sen og'zingni tatliq qilib tilg'aylayotgan haliqi Xitoy qo'ygan ism qanday atalg'i? Endi birdan bu jug'rafiylik atalg'i haqida to'xtalaylik. 19-asr ichida dunyo xaritasi chizganlar, Osiyo xaritasi chizganlar, O'rta Osiyo xaritasi chizganlar bu zaminni birdek Sharq Turkiston deb atab keldi. Bu deganlik Büyük Türkistan'ın Pamir egizligidan iborat tabiiy chegara bilan ayrilgan sharqiy bo'lagi deganlik bo'ladi. Endi shu xaritalar qaranglar. Sharq Turkiston. Sharq Turkiston. Demek bunday xaritalardan bir talayını keltirishimiz mumkin, bir talayını. Azroq emas. Mana shunday ishlar. Endi
Davam qilayli, ya'ni Sharq Turkiston aslida bir coğrafiyalik atalgı bo'lib, vaqtning o'tishiga ergishib tarixiy atalgı xususiyatini mu aks ettirdi. Shuna bo'ladi-ku? Bugun ertaga aylansılı tarix bo'ladi. Undaq ekan, Sharqiy Turkiston degan bu coğrafiyalik atalgı vaqtning o'tishi bilan tabiiy yo'sinda tarixiy atalgı xususiyatini aks ettirdi. Shundaqla ikki qatimliq mustaqillik jakalagan Sharqiy Turkiston hukumatlari sababidan bu bugun ham bir siyosiy atalgıga aylandi. Xitoylar bu tarixiy haqiqat bo'lganligi uchun bu atalgıdan o'lgida qo'rqib keldi. Uyg'ur ziyolilarga pan-turkis qalpiq kiydirdi. Bilasizlar, 50-yillarda bu pan-turkis qalpiqi ayta mashhur bo'lgan. Nurg'un ziyolilar, millatning nurg'un sarxil o'g'illari hayotidan ayrilgan. 60-yillarda yana madaniyat inqilobi bilan yana bu harakat takrorlangan. Qirg'inchilik takrorlangan. Yo'qotish takrorlangan. Xitoylar tashviqotlarda Sharq Turkistonning bir o'ydirma ekanligini ta'kidlab, xalqimizning bo'libmi avlodlarimizning kallasidan bu atalg'ini yuyib tashlash uchun tirishib keldi. Nima uchun Xitoylar bu Sharq Turkiston bilan bu qadar g'ayablashdi, qarindoshlar? Kichkina aql ishlatayli bunga. Aql ishlatayli. Nima uchun? Nima uchun Xitoy bu qadar qo'rqqan bu ismni bizning ichimizda ba'zilarni xohlamaydi? Buni o'ylaylik qarindoshlar. 80-yillardagi echivit shamoli bilan Uyg'urlar uchun nisbiy erkinlik berilgan qisqa muddat ichida maydonga kelgan klassik asarlarimizning qayta nashrlari, azaldan cheklangan rayon qilib qo'yilgan tariximizning yozilib e'lon qilinishi bilan Sharq Turkiston xalqida takror uyg'ongan millatchilik tuyg'ularidan qattiq vahimaga cho'kkan Xitoylar darhol 3 kitobni tanqidlash to'lqini qo'zg'adi. 3 kitob. Uchlisi Turg'un Almasning kitoblari. O'g'illarning qisqacha tarixi, qadimgi Uyg'ur adabiyoti va Uyg'urlar degan 3 kitob. Bu tanqidlash to'lqini qo'zg'adi. Bir ommaviy harakat qo'zg'aldi shu vaqtda. Yosh cho'ngroq qarindoshlarimiz buni xotirlaydi. Ey qarindoshlar, aplı desem apla, tilg'alg'un faqatli yo'q. Ammo Xitoylarning Sharq Turkiston atalg'usini yo'qotishga bo'lgan tashnaligini isbot qiladigan bek muhim bir misol bo'lg'achqa chorasiz qoldim. Kechirdiganlar kechira, kechirmaydiganlarga chora yo'q. Lekin torlarda bilingan xalqimizning yurak urishidan qaraganda, hozir munofiqlar intayin sezgir bo'lib ketgandek qiladi. Şuna ko'nglida kiri yo'q. Xitoyning jundisidan tamasi bo'lmagan Uyg'urning hammasi cho'qim xafa bo'lib ketmaydi deb ishonib bu muhim misolni deyishni qaror qildim. Rostdan desam bek ko'p ikkilandim qarindoshlarim. Bu misol shu. Bugungi kunda Uyg'urlar eng ulug'imiz deb beshiq elib ko'tirib kelayotgan Abdurahim Tilashov O'tkirni ekranga chiqarib 89-yili Sharq Turkiston atalg'usini inkor qildi. O'tkirning atalmış Sharq Turkiston degan zodi qandaq narsa mavzuliq televiziya nutqining negizi 3 jumla bo'lib, Sharq Turkiston coğrafiyalik atalg'imi emas, tarixiy atalg'imi emas, siyosiy atalg'imi emas deb Xitoylar uchun qo'rqinchli bo'lgan bu atalg'uning her 3 nuqtadan rostligini tamoman inkor qilish oldu. Bu nutuq keyin yana siyosiy kengash yig'inida o'qib o'tilibdi ekan. Ondan ichki material sifatida besib taqtilib, muzokara qilish, ta'sirot so'zlash, ifoda bildirish o'rinlashtirishlari uchun tuvangicha avatilgan. Bu maqolaga qarshi raddiya maqolasi
Hacı Yakup Anat tarafından chet elde yazılgan bulup 1996 yılı yazılıp şu ile Şark Türkistan Tarih ve Medeniyeti İlmi Muhakeme Yığını'da okulgan. Ama allaqandaq kişiler tarafından qattiq to'sqinlik qilingaçqa hech qandaq yerda nashr qilinmagan. Keyin Uyg'ur Qurultiyi tarafından nashrga tayyorlangan Barın inqilobining 15 yili nomli kitobga kirgizilgan. Qiziqchilar shu kitobdan o'qib ko'rsa bo'ladi. Bu kitobda haqiqatan bir qimmatli materiallar bor. Ya bu Uyg'ur Qurultiyi büyük ishlar yapmış ya. Şunu alayda deb qo'yay qarindoshlar, mening deganlarim hikoya emas, paket. Televiziya nutqini o'z quloqim bilan anglagan edim, o'z ko'zim bilan shu ulug' simani ko'rib turgan holda anglagan edim. Maqolaning hujjat qilib taqitilgan nusxasini Hacı Yakup'ning qo'lida ko'rgan edim Turkiyada. Qistirma yana. Ba'zilarning bu usulni hazm qilolmay tillashga boshlaydiganligini bilaman. Tillasanglarmi mayli, ama paketni e'tirof qilib, ondan onunga o'zinglarning aqlash tafsirlarini qilsanglar, o boshqa gap. Klassik aqlash tafsirimiz bor-ku, odatga aylangan, majburgan deydigan. Ha, shunda deysanglar mayli, biroq oldi bilan paketni yolg'onga chiqarsanglar, ma'tullik va beshamlik bo'ladi. Buni deb qo'yay. Yana Xitoyparast ziyolining maqolasiga kelaylik. Biz yuqoriqilar nima uchun dedik? İdrak qilib baqdingmi? Xitoylarning bu Sharq Turkiston degan atalg'ini yo'q qilish uchun jon jahli bilan vosita tanlamasdan, hech yuzi qizamasdan naqadar tirishchanlik ko'rsatganligini bilib qolinglar deb o'tyapman. 50-yillardagi qirg'inchiliklar, 60-yillardagi qirg'inchiliklarning hammasida bu millatning sarxil o'g'il qizlari panturkist qalqi bilan yo'qitildi, qarindoshlar. Panturkist degan allaqachon vaqti o'tgan bir qalpoq o. Panturkist deganning izohi shu: barliq turkiy tillik xalqlarning hammasini bir bayroq ostiga to'plab, bir davlat qilib qurib chiqish degan gap. Shu xil ideya eqimining eti panturkist. Bugungi kunda onda xam xiyolni qiladiganlar asosan tugidi. U mumkinchilikdan qoldi. Undaqkan panturkist degan bu qalpoqning allaqachon vaqti o'tdi. Lekin Xitoylar Sharq Turkistonchilarni yo'qotishdan foydalanyapti bu qalpoqdan. Zo'mzo keydirib. Yana Xitoyning yavusi yozgan maqolaga kelaylik. JKP, yani Xitoy Komünist Partiyasi bayonlarda mustaqillik harakati degan nomni suiiste'mol qilyapti. Jungo ammasi necha 10 yildan buyon bölgünçilerge deydi. Bu bölgünçiler mayli Şinjan yoki Tayvanda bo'lsin, xoin sifatida unumli muomala qilish va davlatning hozirgi chegarasini qo'g'dashning milliy kimlikning ochqichi deb qarash uchun tarbiyalangan. Jungo ammasi ashunda tarbiyalanibdi. Kim bölgünçilik qilsa, ya'ni Tayvan mustaqilligi yoki Sharq Turkiston mustaqilligi degan bu bölgünçilikni qilsa, bu Jungo ammasi ularni xoin deb qaraydiganga o'gitilibdi kommunistlar tarafidan. Uning uchun mustaqillik talabi qarshi olinmaydigan ziyonliq talab demoqchi ekan. Ya'ni Jungo ammasiga yoqmaydigan bo'lganligi uchun. Buningdagi ma'tullikqa nima degilik? Mayli biz yoki Tayvanliklar bölgünçilik qilsa, millatchilik ruhida tarbiyalangan Xitoy ammasi xoin deb taratillarmish.
Hükümran milletinin a'zolaridan başka nemi kütületti? Bulupmu Xitoydagi vijdon ve adalet duygusu ölgen bir milletten nemi kütületti? Ulardaki to'g'mi şovinistik ruhdan qaraganda, ular dunyoda tengdishi bo'lmagan yalmağızdır. Faşist, natsistlardan öterak ırkçıdır. O halde ular hain dese biz hain bulup aladıkenmiz. Şu şuturaylı deyişimiz gerek mi? Hükümran milletinin razılıkını tileş bilen müstakil buluş hiyali akıl normal Şark Türkistanlıklarda bugünküçü bulup bakmadı hem bulmaydı. O halde Xitaylarning bizden nemi deyişi şunçilik mühim mi? O halde biz Xitaylarning insaf kelishini kütüp turaylımı? Eğer bu kütüş Liu Xiaobo'nun degenidek bo'lganda Xitaylarning G'arbga eng az 300 yıl mustamlika bo'lishidin keyin barliqqa keladigan insaf bo'ladigan bo'lsa, bu 300 yılgacha o'zini Uyg'ur deyoladigan odam qoladimi? Bundan boshqa bu maxluq ilhom to'xtin tilga olib, uning Xitoyning asos qonun kapolatga ega qilgan huquqlari doirasida harakat qilganligini, ya'ni asos qonun va'da qilgan huquqlarni talab qilganligini deydi u. Bunu unutib qilib, mustaqillikdan voz kechib, yumshoqroq bo'lganimizda foydali erishadiganligimizning sapsatisini bozorga soladi. U holda Xitoy qonunlari va'da qilgan huquqlarimizni talab qilgan ilhom to'xti qo'lga olinmasa bo'ladi. Mana bular Xitoylarning tabiatini, o'zi chiqargan qonunga qanchalik amal qiladiganligini, qonunni faqat ko'rishga chiqarib qo'yib, amaliyotda yostiq ostidagi yoshirin siyosat bilan ish olib boradiganligini shundoq ochiq ko'rsatib berayotganiga, ham buni bu ablah o'zini da'vatganiga qaramay, bizga mustaqillik talablarining ziyonli ekanligini talqin qilmoqchi bo'ladi. Ajoyib g'alati mantiq. Nayt ro'shanki, qayta shakllantirishdan o'tgan bu Xitoyparastlik tushanchisida Xitoy rozi bo'lmagan ish gunohdir. Qarindoshlar, u ilhom to'xti haqida degan gap bilan o'zining da'vatgan gaplarini to'g'ri hazm qilolmagan yoki qasddan ilhom to'xti qonunning ichida harakat qilgan turg'uliq qo'lga olingan bo'lsa, Aşı ishmi Xitoy ommasi, bu atalmış Xitoy ommasining roziligiga erishamagan bo'lsa, u holda bu Xitoylarni qanday qilib rozi qilgan bo'ladi? Mustaqillikni demay, boshqa yana nima deb rozi qilgan bo'ldi bu Xitoylarni? Qanday qilsan qil, o'ltasanmi, chopsanmi biz sening quling deyishdan boshqa nima rozi qila oladi bu Xitoylarni? O'zi da'vatgan gapni o'zi inkor qiladi bu odam. Yana naql. Garchi irqiy kamsitish, xohlagancha tutib turish va irqiy qirg'inchilik umumyuzlik ayblangan bo'lsin. Ammo ig'lik huquqli bir davlatning zamin butunligini qo'g'dash orzusi texmi inchka va muhim masala. Bu ablah qilchini muslimasdan Xitoyning manfaati maydonida turib bu so'zlarni qilgan. O'z millati tortayotgan insoniyatsiz muomalalardanmi Xitoyning ig'lik huquqi muhimroq emish. Albatta bu Xitoylar uchun muhim, lekin bu ig'lik huquqni Xitoylarga kim bergan? Hech kim berolmaydi. Ig'lik huquq boshqalarning e'tirof qilishidan maydonga keladi. O holda mustamlika elning bir a'zosi bu ig'lik huquqni rad qilmaydi ekan, qulluqni tan olgan bo'ladi. İşgaliyetni qonunliq deb e'tirof qilgan bo'ladi. Bu bo'lsa xayrlikning e'tirofidir. Sharq Turkistonliklarning nazarida Xitoylar bir ishg'oliyatchi, tajovuzchi, vatanimiz besirilgan. Unda Xitoylarning Sharq Turkistondagi hukmronligining hech qanday qonuniyligi yo'q. Bir shunday qaralg'achlar bir siyosiy da'vo maydoniga kelgandir. Agar undaq bo'lmasaydi, yana nimani da'vo qiladi? Yana naql. Gerçi öz takdirini özü belgilash huquqi Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamasida belgilangan bo'lsa-mu, ammo bu huquqning nimaga chetilganligi dunyoning har qaysi joylarida to'xtamay munozara va to'qinishning manbasi bo'lib kelyapti. Uzun bir qarnadan beri bizning atalmış da'vochilar ko'tarib olgan
öz takdirini özü belgileş degan danqan puti atalgı haqida to'g'ri baho bergan. Çek çigirisi aniq bo'lmagan bu atalgı niyetlerini perdilashda har kimning ishiga yarashi mumkin. Hatta Xitoylarmi aş acayip avtonomiyasini bu atalgı bilan sharhlab bizning tamamen öz takdirimizni özümüz belgileydigan huquqqa erishganligimizni iddao qilishi mana shu qulaylikdandir. Xitoylar da'vatidi-ku, avtonomiyani ko'st. Mana öz takdirini özü belgiledi-da. Keyingi qurlarda avtor Uyg'ur bo'lmagan jungoliklar degan so'zni qildi. Buningdan Uyg'urlarning jungolik ekanligini allaqachon muayyanlashtirib qo'yganligi bu jumlada yana bir qatam oshkor qilindi. Uyg'urlarning mustaqillikka erishish uchun kurash qilayotgan millat sifatida emas, balki cho'ng sakrab ilgirlash yoki madaniyat inqilobi davridagi o'xshash adolatsiz ziyonkashlikka uchragan jungo puhrasi siyosiy azobning qurboni sifatida ko'rsatish lozim. Bu yerda yana bir qatim mustaqillikning ziyonliq bo'lish safsatasi nazarga solingandan boshqa o'zimizni jungo puhrasi sifatida ko'rsatishimizmi talab qilinmoqda. Mustaqillik inqilayotgan bir millat emas, zulmga uchrayotgan bir millat sifatida ko'rsatishning foydali bo'lishini ilgari surayotgan bo'lsa-mu, ammo buning qanday konkret qadam bosqichlari bo'lishini buningdagi tayinilgan mantiqini o'tirib qo'ymaydi. Kechiring. Aslida o'tirib qo'ygandek hech nima yo'q. Chunki baladan qutulmoqchi bo'ldi ekansan, bala qazo manbasidan yiroq bo'lishing kerak. Uning suvishib turib qanday baladan qutulg'un bo'lsin? Ko'k bayroq va Sharq Turkiston degan so'z ular bilan birga kelgan har qanday masajni darhol qonunsiz ko'rsatish kelib boradi. Bu yana bir qatim ko'k bayroq va Sharq Turkiston degan atalg'ini munofiqlarga yoqmaydiganligini, hatto atalmış Uyg'urchilarga yoqmaydiganligini ko'ramiz. Ko'k bayroq va Sharq Turkiston degan bu atalg'u davoni qonunsiz ko'rsatsa, nima buni qonunliq ko'rsatdi? 5 yulduzli qizil bayroqmi degan. Yana bir jihatdan zulmga uchrayotganning sadasini haqsiz ko'rsatadigan bu qonun zarqanda qonun. Kimning qonuni? Mayli kimning qonuni bo'lishidan qat'iy nazar bashariy qonunli bo'ladi ekan. Agar bizning tubki insoniy huquqlarimizga qarshilik bo'lsa, bunda qonunni biz e'tirof qilmaymiz. Shundaqla e'tirof qilmasligimiz kerak. Qarindoshlar, mana bu bir Uyg'ur ziyolisi ekan. Bichara millatimizning eng chong baxtsizligi shuki, ziyolilarimizning mutlaq ko'pchiligi mana shu maqol avtori bilan o'xshash ko'z qarashda, o'xshash maydonda, o'xshash tushunchada. Bu ziyolilar chet ellarda har xil tashakküllarga to'planib, bir-birini yulishib, munofiqliklarini oqlashib, millatimizga nachar ulgu bo'lmoqda. Sharmanda yo'llarga boshlashga urinmoqda, dal mana shu ziyolilarimizning to'payishidagina barliq baxtsizlikni Xi Jinpingdan ko'rib, Xi Jinping yo'qolsa Uyg'ur masalasi hal bo'ladi deydigan munofiqona tasaddi so'zlarni qilishmoqda. Demak bu Şi'li münasebetlik, Şi yo'qolsa bizni baxtiyor bo'ladigan bo'lsa, o holda Şi'dan burun bizning hech qanday dardimiz yo'q edi. Şi bilan boshlandi deganlik bo'ladi qanday? Nima uchun sharmanda yo'l deymiz buni? Her turdagi taslimchilik, Xitoyparastlik, Xitoydan ayrilmasdan turib masala hal qilish usuli albatta sharmanda yo'ldir. Bu haqda keyingi qatimda yana to'xtalamiz. Qarindoshlar, temi shu yergacha. Agar söhbetning davomlashishini xohlasanglar, inkas ko'zligiga savollaringlarni, talablaringlarni yozib, meni yo'llantirsanglar, söhbetni yetaklashga tirishsanglar ekan deyman. Bo'lmasa sizlarning orzuyinglarning nimaligini uqmasdan, taqdim-baqdim etiversam, hazm bo'lishiga foydasiz bo'larmikin deb qo'rqaman. Bugun bu tema mushaqichi bo'lsin qarindoshlar. Hammanglarni Allohga topshirdim.